Elektorga zo'r bo'lganda. Qalaysan? Yaxshimi, tinchmi? Pavlodarda, ha, biladi o'zi. Azamat yaxshi biladi u. Vahitov. Prezident Vahitova. Dusek rahmatlik bor edi, Glav sudya. Varsın. Pamit. Abidga chaqirib o'tiribmi, bir joz berdim dedim. Nolar bilan nega borib dedi, to'yga bordim. Mana qasha turgan ko'rsatdim. Ну мы тоже. Ha, yiqilib. Ben aytdim. Nima edi? Nimada? Videoga olib tur. Saunada kuni saunada to'ydi. O'zim ushlayman. Badana. Shunday bo'ldi. Ne o'yladi? Mana hozir turibdi. Keyin nimaga bordim? Bansiga bordim. Bansida mana molda tikdi-da. Bu yerda yes такой юбилейный, есть быстро. Вот первый я мужика очень люблю. Украинцев. Да, по фотографии. Давай Я фотографии баба есть. База, какой база, гостиница. Что? И вот это 80 килограмм ваш лидер. Байеру сколько лет? 80 килограмм. 80 килограмм. Kim? Sayın. Assalomu alaykum. Mustam. Uxlagan telefonima. Qancha kelyapti? Qo'yma. Qayerga kimni o'tirishi? Hamma trenerlarni yoqib qo'yamiz, bo'lmasa qo'zonaniki, o'zanikini. Ilk qo'ygan bolalari bu yoqdan o'tirishni boshlaydi. Qolgani shundoq o'tiradi. Menga shuni ayt, bo'ldi, yarim yo'l ichdan.
kulyapti, o'yin aytadi. Evet, nabirasi Aytuv maqsadida barliqlarimizda bugun Sho'g'lana Toshkentning to'rtinda ko'rib turganimizdan o'ta quvonchimiz. Ko'ktuva shiridagi Adayil Qozog'iston Respublikasidan kelib o'tgan qasab bog'larimizda Toshkentda ko'rib turganimizdan o'ta baxtlimiz do'stlar. Yana bir bor barchangizni ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Va bugun O'zbekiston va Qozog'iston ikki davlat hamdo'stligining yana mustahkamlanayotganini mana shunday ajoyib kechada ko'rib turganimizdan chin dildan xursandmiz. Bugungi kecha do'stlik, hurmat va birlashuv ramzi bo'lib, barchamiz uchun unutilmas lahzalarni taqdim etadi. Еще раз добрый вечер, дорогие дамы и господа, многоуважаемые гости нашей прекрасной столицы. Рады вас видеть сегодня в этом прекрасном, роскошном ресторане Обухаян. Мы видим у всех сегодня хорошее настроение, ведь сегодня... mana ajoyib tadbirda o'tiribmiz. To'lqin aka, Qozog'iston O'zbekiston ringda raqib bo'lgani bilan hayotda bir-biri bilan qardosh do'stligini mana yaqqol shu bir dasturxon atrofida o'tirishdan bilsa ham bo'ladi. Ayrim bir o'rtaga sovuqchilik tushiradigan blogerlar, ommaviy axborot vositalari xodimlari mana shu haqiqiy biz do'stligimizni bilmasdan turib har xil gapni hozir o'rtaga sovuqchilik tushirmasliklarini iltimos qilamiz. Mana bosh murabbiylarimiz qanaqa bir-birlariga yaqin, oilaviy, oilasi bilan mana Qo'laqqa keling, qo'laqqa. Olachalangiz sog' bo'lsin. dasturxon atrofida boshidan yer To'lqin aka, qalay bo'ldi sborlar? Отлично. Вообще супер. O'zbekiston, Qozog'iston. Xohlasa
ulkan olsin. Iloyim, iloyim. Ko'proq oltindan halqa tag'ib endi. Xush keldingiz. Elimizning obro'yini asqaqtirta bersin. Iloyim. Ruxsat bo'lsa, og'amiz bir omin deb bersa, Iloyim. ruxsat bo'lsa Ana ilohim. Amin. Ilohim. Dasturxonning berekasini bersin. O'sanda keyin dasturxonning boshida o'yin kulib ketsin. O'shanday keyin dasturxonning boshida do'stlik bo'lsin. O'sanda keyin dasturxonning boshida quvonch ko'p bo'lsin. Hammaga omad. Ertaga xudo xolasa chempionat mira Dubay. Огонь.